Koreada shunaqa qo'ygan joyida turaveradi narsasi. Mana oyog'ida anaqa yuradigan bolalarda maxsus shug'ullanadigan narsalari ham. Kolyaska ham ketib qoldi. Qo'ygan jumladan Muhammad Qorining ham kolyaskalar, mayda mashinachasini o'rab qo'yganman. Anaqalari, skuterchalari. Qo'ygan narsangiz qo'ygan joyda turavergan, birov bir-birini narsasiga tegmaydi ham, nazar ham solmaydi. Nazar to'q, chunki tarbiya bular ona qornidan boshlanar ekan, tarbiya mana qarang-da mana. Qo'ygan joyda turaveradi. O'g'irlik degan narsa yo'q mana. Hammasi narsasini qo'ygan joyda qachon xohlaganda minib ketaveradi. Bu iskirib ketsa ham, choy bosib ketsa ham, pachaq bo'lib ketsa ham tegmas ekan, bular olmas ekan. Domda mana nazoratchilari ham. O'zi olib, o'zi tashlab yuborish kerak. O'sha yomon bo'lib ketgan narsasini ham, dami chiqib ketgan bo'lsa ham, pachaq minmaydigan holatga kelgan bo'lsa ham, o'zi olib, anaqa tashlab yuborish kerak ekan-da nimaga? Musordan anaqasiga qo'yadigan, axlat qo'yadigan, axlat olib ketadigan joyga o'zi olib chiqish kerak ekan. Bular shunaqa ekan. Biz hali yer talashamiz degan gapni gapirdimmi? Asli biz yer tortib ketadi, bu yer tagiga kirib ketamiz. Yana bu dunyoda yer talashaveramiz. Biz nima shunaqa ekan? Haligi eng kichkina o'g'il bo'lsa, men qorishim kerak degan anaqa o'rnab qolgan bizga shunaqa qonun bor. Asli ona qornidan bitta qornidan talashib tushganmiz. O'ylasangizda, mana o'zimiz hali farzandlarimiz bor-ku, aka-ukalarimizga nisbatan olmaymiz-da. Mana o'zimiz hali farzandlarimizga nisbatan oladigan bo'lsak, farzandlarimiz ham tortishib, urushishini xohlamaymiz-ku. Xuddi aka-ukalarimiz bilan ham xuddi shunaqa bo'lishimiz kerak-da. Asli biz onamiz bitta qorndan otamiz bilan birgalikda yaratilganmiz, bitta qorndan tushganmiz-ku. Yana bizda hali aka-ukalarimizga nisbatan ham kibrli bor-da, meniki degan narsa bor-da. Masalan, kichkina farzand bo'lsa yo o'g'il bo'lsa, qizi bola talashmaydi. O'g'il bola bo'lsa, o'sha meniki bu joy hammasi degandek-da asli. Nima aslida ham o'zi oiladagi hamma farzandga o'zi qonunda ham teng bo'linadi. 8 ta farzand bo'lsa, o'sha yer 8 ta farzand bilan ikkita ota-onasi haqqiga, agar ikkita buvasi bo'lsa, buvi opaqasi bo'lsa, bu opaqasi ham qonuniy doirada haqqi bo'ladi-yu. Aslida o'sha uylarni, joylarni tashlab hammamiz ketadigan joyimiz 2 metr joy-yu. Hali menga qolsin, meni farzandimga qolsin deb ketaveramiz. Asli bitta ota-onadan tug'ilganmiz. Farzandlarimiz ham shunaqa urushmasligini xohlaymiz o'zi. Juda ham sizlarga gapiradigan gaplarim ko'p. Asta-sekin gap aytib beraman, xudo xolasa. Yugurish bilan ovora hammasi. Hamma ishga ketgan, bolalarga kanikul va repetitorlarga borishadi xolos. Juda ham hali gaplarim ko'p aytib beraman.